Alkışlab qo'yamiz. Evet, hokim nomidan faxriy yorliq. Ha, hokim buva nomidan faxriy yorliq. Yana mana bugun Jarqo'rg'on tumanidan bugungi musobaqamizning qahramoni desak bo'ladi. 6 ta gol urgan mana Asadbek ukamiz shaniga bitta chiroyli qarsak. Federatsiyaning nomidan bitta chiroyli sovg'a bor. Hokim buvamiz o'zi nima himmat qilsa mana shu qahramon yigitga nima bersa beradi. Hokim buvamiz shaniga bitta chiroyli qarsak. Rahmat. Birinchi o'rin. Bitta nortiya, bitta tana, bir tirik ot, bitta ko'san sarka, Surxon bir shaniga bitta chiroyli qarsak. Qarsak bo'lsin. Surxondaryoning terma jamoasiga qarsak bo'lsin. Jarqo'rg'on tumani hokim buva nomidan faxriy yorliq topshirildi birinchi o'ringa. Assalomu alaykum hurmatli chavandozlar. Bugungi chavandozlik musobaqasida ishtirok etayotgan tomoshabinlar mana Jarqo'rg'on tumanida katta ko'pkari o'tyapti. 3-chi o'rinda Oltinsoy tumani qo'lga kiritdi. 2-chi o'rinda Jarqo'rg'on tumani, 1-chi o'rinda mana Surxon jamoasi. Hammasini tabriklaymiz. Juda 2 soat, qariyb 2 soatdan oshiqroq vaqt davomida haqiqiy chavandozlik musobaqasi bo'ldi. Ko'rib hamma mana tomosha qilyapti. Kurash. Bularni kuchiga, otini kuchiga qo'yil qolish kerak. Ayniqsa mana Jarqo'rg'onlik Asad polvon. Olim akani o'g'li, to'g'rimi? 6 marta mana to'p urdi deyapti, qo'yib. Haqiqiy men 1-chi o'rinda oladi deb niyat qilib turgandim, endi 2-chi o'rindan bo'ladi deb otasi niyat qilgan ekan, mayli bo'ladi bu ham. 1-chi o'rin endi zo'r ekan. Zo'r baribir. Ustoz, tabriklayman. Muborak bo'lsin. Davom etadimi yana? Olaman bo'ladi, olaman. Qarsak chalib qo'yamiz. Hamma endi olomon ko'pkariga start beriladi. Tayyor bo'linglar, maydonni piyodalar bo'shatib qo'yamiz.